alaykum, qadrli obunachilar. Darvozalarimiz tayyor bo'ldi. 2 kundan beri ko'rinmayapmiz biz. Shangni ichini qaraymiz. Sababi mana bu darvozalar bular tiklangan. Mana bular bugun kecha o'g'il kuni qilib tikildik. Mana yangilik darvozalarimiz mana bu bor. Samarqand fason. Abdulhay darvozalari brend asosida buni yopishtirdik. Ishlab chiqariladi hozirda. Ko'rinmayotganimiz sabab shular. Mana Samarqand fason, mana bu yangiliklarimiz, mana bu bor yangilik. Ertaga xudo xolasa polni obzorlarini tashlab o'tamiz. Mana bu bor, bu ham yangilik, Nerjeveki, Dubay, setkali, skroyni taraf fason xudo xolasa. Bu yoqda yana Dubayimiz bor. Bu yoqda yerda shivellerli varianti, bu ham qanaqadir fason xudo xolasa. Kuzash davom etibsani, har bitta chiqqan darvozalarimiz polni obzorlarini tashlab o'tamiz. Mana bu darvozalar bozorga tayyorlangan darvozalar. Mana bu Dubay versiya. Xudo xolasa 2 kun 3 kundan beri video qo'ya olmayapman. Sababi shularni ertaga 5-6 ta blogerlar kelishadigan, sizlarga chiqaramiz deb mana 3 kundan beri shogirdlar na uyquni biladi, na bir uyga keta oladi. Tiklayapmiz. Sababi chorshanba kundan polni yo'q, yomg'ir ekan. Yomg'ir qo'yib ketmaydi deb omada reklama berib bo'lmaydi deb shoshilib ishlayapmiz. Havojaxon yaxshiligi dedi. Mana bu tishu turibdi uni aytdi ko'rganman. Ruchka o'rnadi. Ruchkasi ham şeyda qaydadir yo'qdan. Hozir men kiyimimni almashtirib, moshinaga lakilik yopishtirdim. Kiyim qilishim kerak edi. Tushib keldim. Endi xudo xolasa shularni obzorlarni tashlab o'tamiz. Mana bu darvozamiz orqa tarafi. Bilasizlar, biz uzun ustamiz. Uzun yasamaylik, bo'y qo'limdan chiqqan darvoza uzun qo'limdan o'tadi. Pichilishlari, boshqalari hammasi ideal holatda. Mana bu darvozamiz ham 3 ga 3 yarim. Ertaga inshaalloh kuzatib tursani o'zimizni obunachilarimizga ham birinchi o'rinda birinchilardan bo'lib chiqaramiz bu darvozalarimizni. Plus mana bunaqa yangilik fason darvozalarimiz, mana taroqning yangiligi chiqqan. Xudo xolasa chiroyli holatda ertaga videomizga qo'yamiz. Mashinamizni lakalak yopishtirdik. Dalil isboti bilan mana ko'rsatib hozir yopishtirib chiqdim. Sovuq shobada bo'lyapti. Abdulhay darvozalari kobaltimizni yopishtirdik. Damazimizni ham yopishtirdik. Xudo xolasa kuzatishni davom etib turasizlar. Nima xizmatlar bo'lsa, sifatli yaxshi darvoza tayyorlagan tanishlaringizni shu videomizni tarqatib qo'yasizlar. Mana bu yerda taroqli fason boshlaganmiz. Bitta qo'shtirnoq ichidagi darvozachilar yoki hamkasblar yoki o'zi ishlab chiqarmasa ham odam ishlatadi deb yozishyapti. Mana bu yo'g'ini. Uramali bo'y darvozamni mana. Desam, urmaydi, to'da Liboy mana darvoza olasizlar. Dogovor qilasizlar, mana bu qarni shimo kesamiz, olamiz. Agar suvarka chiqmasa bekorga beraman deb aytsangiz ham negativlar to'xtamas ekan. Kattaroq nimadandir spor o'ynamiz keling. Mana bu kontashli suvarka apparati. Xudo xolasa suvarkasini qilyapmiz inshaalloh. Abdulhay darvozalari xizmatingizda nima xizmatlar bo'lsa aloqaga chiqaverasizlar. Hopli oka, siz ham telefon qilasiz, boshqa qilyapsiz. Xudo xolasa mana bu siz darvozangiz. Hozir jilolab bo'ldik. Sudab artib tozalab ertaga kechga yuklaymiz. Sifatlari o'ta ideal holatda chiqyapti. Mana burchoqlari ham chotki jilollangan. Mana hozir buni jilolab bir qator qaraymiz. Mana bular zakasmidi, bozorgamidi bilmayman. Aniq esim yo'q. Yangilik fason. Mana oka, darvozangiz xudo xolasa jilollanyapti. Inshaalloh juda chiroyli holatda. Kuzatishni davom etasizlar. Sog' bo'linglar, charchamani. Abdulhay darvozalari xizmatingizda. Kuzatishni davom etasizlar. Ishimiz yo'qayotganmiz.